Shu Nexia 3 da ajoyib muammo bo'lgan. Ya'ni ukammiz bir necha oydan beri qiynalib yurgandi, sababi mashinani oldi pastligidan. Amortizator qo'ygandi bir necha bor, prujina qo'ygandi, mashina oldi ko'tarilmagan, hatto rezinalargacha qo'yilgan ichiga, lekin ukamning ishlari bitmagan. Olib keldilar, shunaqa holat edi. Buni ko'rdi, o'rgandi. Mashina amortizatorini yechib, prujinalarni ko'rganimizda, ulardan yangi Xitoy prujina chiqdi. Yangi Xitoy prujina qo'yilgan ekan va radnoy prujinadan olib chiqib solishtirdi. Prujinada farqi bor ekan. Prujina qo'yib, o'ng tomon tegayotgan ekan, patkirga. Muammolarni hal qilib berdi. Narigi tomondan ham almashtirib beradigan bo'ldi. Va aka o'zlari realni faktini gapirib beradi. O'zining videoga olmayman. Aka, mana borini gapirib bering. Qanaqa ishlar qildingiz, nima muammolar bo'ldi? Assalomu alaykum. Mashinamiz 2 oydan beri haqiqatan kriloga tegib yurgan bo'lgan. Faqat odam chiqsa kriloga tegadi. Prujina, amortizator, shu chashkalar hammasi almashdi. Mana Muhiddin aka keldik. Mana yechimni yechib berdingiz. Avvalambor rahmat. Yaxshimi aka? Xudo xolasa endi effektini ko'ramiz. Xudo xolasa aka, mana oldi ko'tarildi. Radnoy prujinadan narigi tomonga o'rnatib beramiz. Birolar bir xil bo'ladi, xudo xolasa maza qilib yuraylik. Qilingan ishdan achingiz chiqdim, kelganingiz yaxshi. Rahmat. Okeyni qadrdonlari bizni obunachimiz akalar olib keldilar. Xudo xolasa kelganlarga avtomatdan qilib ishlarni bitirib berdi. Videoga like bosib, ustalarga mashina bilan yo'lga yuborib qo'yinglar. Albatta, bizlarning Allohni salomat bo'ling.